haqiqiy tiblar rioya qiladigan bir nizam bor. U bo'lsa tibbiy axloq nizomi. Haqiqiy tibib odatda o'zini maqtamaydi. yoki bo'lmasa o'zining mahsulotini maqtamaydi. Hozir tor dunyosida bizningki olam shumul atalmış Nobel mükafatıga erishgida tibimiz nayt ko'payib ketdi. Chunki dunyoning beshini og'ritayotgan yuqori qon bosim kasalligi saqayib ketdi, diabet kasalligi saqayib ketdi, oqqon raki kasalligi saqayib ketdi. Qon tozayotganlarmi hozir o'rni qopab normal hayot ko'chiryapti. Bu odatimiz ajoyib odatimiz. Men sizlarga deyman, bir tal dora odatda 1100 odamga sinov qilinib, mushuning ichida oz degan chog'da 700 dan 800 gacha odam kesili saqayib ketmasa, kontrol qilingan bo'lsa, biz bunu dora yakımız resept de kadar küçülsek bitti. Sizning doranglarni ezib-tezib bir ikki odamga manfaat qilib qolgan qilam, siz butun dunyodagi kasallarning birini o'xshash ko'rib, hammasi saqayib ketdi. Hammasi saqaytib Shuning bilan o'zinglarni tanmoqdinglarmi, doranglarni tanmoqdinglar. 100% saqaytibsiz kasalliklarni. Men bir kuniga 70-80 odamga dora bertman kasal ko'rib. Shuning ishida eng az yanchada 7-8 dan odamga mening doram ziyon qildi. Inkasga tashladim. Doktor sizning dorini yegandan keyin 5imni og'irtyapti, yoki falan yilnim davoldi da. Shuni bilan men sizga bergan dorini rasmga tortib, menga avatib beringda. Shuning ichida men ma dorini qoldirib o'tdim, mavz yan qildi sizga. Ya ma issiq ketdi, men sovuq ketdi, meni tanishib. Jenimiz biz aynaqatmiz. Hergiz men bir jibbital kasallik 100% saqaytibmi xotirjam bilan bakalang. Siz Jungolik bo'lamsiz, chet ellik bo'lamsiz, shimollik bo'lamsiz, janublik bo'lamsiz, mening dorim hammasiga maska to'g'ri deb baqmadim. Aş özününki doğrusu qattiq maqtavatqan, 100% saqaytı davatqan. Özünü şunçilik men hazır nurg'un kasallik bunda davosi kasallik saqaytyaptim deb maqtavatqanlar. Sizlarcha aşular xitibmidi. Aşular bilan bir janglashib baqsaq, Uyg'ur tibobat asos nazariya ilmining 7 xil ta'limoti bor, 7 xil ta'limotini bilabdikan bilmamdikan. Ya, meningcha mushular Uyg'ur tibobat asos nazariya ilmining 7 xil ta'limotini ta'til tutib o'qitganlar. O'ng tutib o'qitganlar Şinjan tavasi sanoqlilar. Şun konuldu bir gap var. Özünü maqtagan birinci ahmoqdir. Agar haqiqiy bir tibib, ma'lumotli, bilimli bir odam bo'lsa, o'zini maqtandi. Yoki bo'lmasa ma'lum bir do'risini maqtab chiqamdi. Yoki bo'lmasa o do'risini maqtasama 100%lik saqaytib tutmaydi deb baqdim. Ya, bizim doğrularımız var. Bizim bu kasalga ma doğru manchak manfaat qilishi mumkin deymiz. Herkes saqaytibdi deb baqmadim.